Akalar, bugunning hisobiga 10X avtomobilini sotib oldik. Ko'rishinglar mumkin. Biqinida udari bor, biqinini yorib tashlagan. Ya'ni tasavvur qilinglar. Ikkita mashina, bir xil 10X avariya bo'lyapti. Oq 10X, qora 10X biqiniga uryapti. Ko'rishinglar mumkin. Udar davomida ikkita eshik, o'rta stoyka karnizlarni ichiga olib kirib tashlagan. Salon holatida airbaglar o'tmagan. Sababi oldi butunligi uchun airbag o'tmagan bo'lishi mumkin. Endi orqalariga o'tamiz. Orqalari ideal turibdi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 10X avtomobili 50 000 kilometr masofani bosib o'tgan Bezluk avtomat varianti ekan. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, yoqdan udar bo'lgan, bu tomoni bilan bordyurga borib tekkan ekan. Adashmasam, shunaqa bo'lishi mumkin. Bu meni taxminim, egalari aytmadi. Endi ko'rsanglar bo'ladi, hadoylarni yulib olgan, diska balonlar joyidan chiqib ketgan. Buni prosta tiqib qo'yganmiz akalar. Oldi murdalari butun turibdi. Vashi ideal mashina bo'lgan ekan. Akkuratni minib qarab yurishgan, lekin baxtsiz hodisa tufayli mana shu holatga tushib qolgan akalar. Egalari bizga murojaat qildilar. Ya'ni qayerdan? Jizzax viloyatidan borib ko'rib sotib oldik. Xullas butun O'zbekiston bo'ylab pachoq mashinalar olamiz. Bemalol murojaat qilinglar akalar. Xullas men aytmoqchimanki, mashinangizni bu kimga tashiysiz bizdan tashqari qaysi pachoqchiga? Ular narxli-da, ulardan balandroq olishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha unaqa yerga urib, asabingizga tegib, unaqa narsa bo'lmaydi akalar. Xullas pastda nomer qoldiramiz. Pachoq mashinalarni juda ham zo'r narxda sotib olamiz. Baland olishga harakat qilamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar.